Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Gidros do'konimizda mana bunday dvijoklar haqida gaplashamiz. Ko'rishlar mumkin akalar, bizda hozir 3 xil dvijoklar birinma-keti narxlari va sifati haqida gaplashamiz akalar. Ko'rishlar mumkin. Gidros firmamizdan boshlaydigan bo'lsak, bunimiz 7,5 kW, mis admotga 1.92 blok bo'ladi, rasxodi 1,5 metrgacha ichadi va 32 amper chiqaraveradi. Akalar, keyin Qanchaman firmamizdan hop 5,5 kWli Atesli variantini ko'rishlar mumkin. 32 amper 220 192 blok bo'ladi. Misligi va 1 litr 300 grammgacha rasxod qiladi akalar. Keyin akalar, bunimiz bor. Klassik firmamizda 10 kWli hop 32 amperdan chiqarib beradi. Starter Atesli varianti 220 ni hop chiqib turgan tokni ko'rishlar mumkin. Bitta hop 192 blok mis admotkali bo'ladi. Buni ham rasxodi 1,5 metrgacha bo'ladi akalar. Hop, narxlariga kelib turgan bo'lsak, bunimiz $540 bo'lyapti, $550 bo'lyapti, $570 bo'lyapti. Akalar, arzon narxlarda olish uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor 12 viloyat bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor.